Assalomu alaykum aziz YouTube muxlislari. Siz ko'rib turgan video lavha Mohir gulchilar tanlovining 2-bosqich 7-raqamli ishtirokchisi, Andijon viloyati Buloqboshi tumanida yashovchi Temirova Gulnoza opamizning ijodiy ishidir. Ushbu video lavhada ishtirokchining o'z uyidagi mehnati, parvarishlagan gullari va go'zallikka bo'lgan mehri aks ettirilgan. Sizdan so'raydiganimiz, lavhani ko'ring, bahramand bo'ling va munosib baho bering. Agar ushbu ishtirokchining mashaqqatli mehnati natijasi bo'lgan gullari sizga yoqqan bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlang. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Eng muhimi, video lavha ostida izoh, kommentariy qoldiring. YouTube videosi ostida eng ko'p mazmunli izoh, kommentariy to'plagan ishtirokchi tanlov g'olibi deb topiladi. Izoh, kommentariyda zo'r, omad kabi qisqa so'zlar va sizni ilhomlantiradigan fikringizni yozib qoldirsangiz, ishtirokchini yanada kuchliroq qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Shuningdek, ushbu ishtirokchimizning qaysi gullari sizga manzur bo'ldi? Shu haqida ham fikringizni izoh kommentariyda yozib qo'ying. Bu biz uchun muhimdir. Mohir gulchilar tanlovi mehr, sabr va go'zallikka oshno qalblar uchun yaratilgan go'zal tashabbusdir. Ushbu tanlov orqali gulsevar insonlarni qo'llab-quvvatlash, tajriba almashish va yurtimizni yanada go'zal, obod va yashil maskanga aylantirishga hissa qo'shishni maqsad qilganmiz. Barchangizning xonadoningizdan gullar ifori, mehr va fayz arimasin. Uyingiz gulzorga, hayotingiz esa quvonch va barakaga to'la go'zal maskanga aylansin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Barcha ishtirokchilarga ilhom, omad va guldek chiroyli natijalar tilaymiz.